Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Bugungi video darsimizda milliy sertifikat uchun murojaat yuborishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun albatta har bitta shaxs o'zini OneID login paroli kerak bo'ladi. Chap tomonda turibdi. OneID dan login parol kelgan bo'ladi. Logini, paroli. Albatta buni OneID dan login parol olish uchun birinchi navbatda har bitta shaxsi o'zini pasporti, ya'ni o'zini nomida telefon raqami bo'lishi kerak. Telefon raqami o'zini nomida bo'lsa, bemalol login parolni olishi mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, OneID dan login parol olgandan keyin mygov.uz saytiga kiramiz. Hop, kirish tugmasini bosamiz. Xo'p, demak, OneID orqali kirish tanlaymiz. Hop, bizdan login parolni kiritishni so'rayapti. Demak, kiritamiz loginni. Hop, parolni kiritamiz. Demak, kiramiz. Demak, kirgandan keyin har bitta shaxsni o'zini rasmi va o'zini profildagi ma'lumotlar chiqib keladi. Har bitta shaxsga tegishli ma'lumotlar. Xo'p, endi demak, xizmatlarni endi ichidan topishimiz kerak. Uning uchun xo'p, ta'limdan qidirsak bo'ladi. Mana ta'limga kiramiz. Demak, endi bu yerdan xo'p, baholash. Demak, qidirishimiz mumkin, alohida bittalab qidirib chiqishimiz ham mumkin yoki qidirib ko'ramiz. Bilim va malaka. Mana demak bizga topildi. Demak, umumiy ta'lim fanlari darajasini aniqlash bizga shu kerak. Xo'p, demak bizda hozirgi ustozimiz bizda ona tildan kiradi. Shuning uchun biz umumiy ta'lim tanladik. Demak, bu yerdagina farqi fanlar bo'lishi mumkin. Agar chet tili bo'lsa, demak chet tilini tanlashimizga to'g'ri keladi. Demak, biz topib oldik. Xizmatdan foydalanishni bosamiz. Xo'p, demak, birinchi qadamda bu yerda so'rayapti ariza turini, ya'ni arizani yuborayotgan shaxsni o'zi yoki farzandi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda. Demak, shu shaxsni farzandi ham yuborishi mumkin. Demak, bizda arizachini o'zi. Hop, keyingisini tugmani bosamiz. Hop, demak, yashash hududini tanlaymiz. Demak, har bitta manzilni yozdik. Telefon raqami avtomatik tarzda chiqadi. Hop, endi keyingi tugmasini bosamiz. Hop, endi fan turini tanlaymiz. Demak, bizda o'zbek tili va adabiyoti bor. Mana demak, o'zbek tilini tanlaymiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda faqatgina fanlar bo'yicha, ya'ni ingliz tili alohida yuritiladi. Hop, bizga o'zbek tili kerak. Hop, endi test sinov sanasi. Demak, mana ma'lumotlarni kiritdik. Sanamiz, demak, hududini va tilini tanladik. Hop, endi keyingi tugmasini bosamiz. Hop, demak, xatoliklarni oldini olish maqsadida ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Hop, telefon raqam. Hop, imtiyoz. Yo'q, demak, familiya ismi to'g'ri. Ma'lumotlar, demak,
Xo'p, demak test topshiradigan joyi va vaqti, demak buni ham aniq ko'rib chiqishimiz kerak. Demak fanimiz to'g'ri. Hop, o'zbekcha, demak viloyat tanladik va sanani tanladik. Demak ma'lumotlarimiz to'g'ri kiritildi. Endi yuborish tugmasini bosamiz. Xo'p, demak bizda albatta bu to'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Mana xizmatdan foydalanish uchun to'lovni amalga oshirish kerak bo'ladi. Xo'p, demak buni to'lovni amalga oshirishimiz uchun demak bizda karta raqami orqali amalga oshirishimiz mumkin. Yoki to'lov usullarini belgilashimiz mumkin. Mana Payme, Global, Via, Open. Demak turli yo'llari bor. Demak shularni to'lashimiz mumkin yoki bo'lib to'lash ham iloji bor mana bu yerda. Xo'p, demak menga invoice raqam kerak bo'ladi. Xo'p, shuning uchun invoice yuklab olishim mumkin yoki men kopiya qilishim mumkin bu yerda. Xo'p, demak invoice raqamini kopiya qilib olaman, mana kopirov. Xo'p, boshqa ilovalarni ham tanlasa bo'ladi. Mana telefon raqam kiritamiz. Demak telefon raqamini kiritdik. Tanlaymiz. Demak to'lov turi klik ekan, klik tanlaymiz. Xo'p. Demak klik tanladik. Endi demak klik orqali to'lov amalga oshirsak bo'ladi. Bu yerda demak shaxs, ya'ni murojaatchini telefon raqamiga bizda invoice raqamli xabarimiz yuborildi va mana holati to'lanmagan, demak hali to'lanmadi. Demak bu shaxs hozir o'zini klikidan kirib to'lov amalga oshirgandan keyin bu yerda to'langan chiqadi. Hop, demak hozir to'lov amalga oshirib keyin videoni davom ettiramiz. Hop, demak to'lov turidan biz klik tanladik. Klik orqali to'lashni ko'rsatib o'taman. Demak klik orqali to'lov bo'limiga o'tamiz. Buni to'lov davlat xizmatlari tanlaymiz. Hop, bizda государственные услуги yoki davlat xizmatlarini tanlaymiz. Hop, bizda invoice raqamini so'raydi. Mana invoice raqamini kiriting deydi. Demak bizda invoice raqami biz nusxa qilib olgandik boya. Demak qaytarish ko'rsataman. Demak bizda mana invoice raqami bu yerda kiritilgan bizda. Xo'p, xuddi shu invoice raqami bizdan so'rayapti. Xo'p, invoice raqamini kiritamiz va enter bosamiz. Mana bizda demak invoice raqami asosida bizda shaxs ma'lumotlari kelib chiqadi mana. Xo'p, demak invoice raqami, xo'p, qachon yaratilganligi va nima uchun to'lov qilinayotgani mana bu yerda yozilgan. Xo'p, to'lov summasi to'g'ri mana. Xo'p, demak to'lovni amalga oshiramiz. 556.200 ekan. Xo'p, demak tasdiqlash so'rayapti. Tasdiqlaymiz. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bizda to'lov amalga oshirildi, o'tkazildi. Demak endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak murojaatga o'tamiz. Xo'p, demak to'lanmagan, mana holati demak to'lanmagan turibdi. Demak pastiga turgan mana obnovить tugmasini, ya'ni yangilashni bosamiz. Xo'p, demak bizda mana to'lov qabul qilindi. Mana demak obnovить qilganimizdan keyin bizda mana holati demak to'landiga o'tadi. Xo'p, demak barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri. Xo'p, agar
aniq bo'lsa batafsil bosamiz. Mana batafsil bossak bizada xo'p, demak to'liq ma'lumot beriladi. Xo'p, demak to'g'ri hammasi. Xo'p, endi yuqoriga chiqamiz va arizamiz holatini ko'ramiz. Mana bizada ariza holatini bizada yangi turibdi mana. Demak, hozir bu mana bu yerda hozirgi holati mana ko'rib chiqish uchun qabul qilindi. Ya'ni bu arizamiz hozir mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqiladi va natijasi bu yerda bizga keladi. SMS orqali xabar keladi, qabul qilindi yoki bekor qilindi bo'lishi mumkin. Xo'p, demak xuddi shu usul orqali bizada, ya'ni milliy sertifikat imtihonda qatnashish uchun murojaat jo'natiladi. Xo'p, endi bu murojaat, ya'ni yuborgan arizamizni PDF formatda yuklab olishimizni tavsiya qilaman. Demak, biz arizani yuklab oldik PDF da. Xo'p, endi keyingi natijani kutamiz. Xo'p, demak, biza yangi tugmasini yonida mana undoq bor. Shu belgini bosganimizdan keyin bizada izoh chiqadi, mana izoh. Xo'p, izohda nima deyiladi? Demak, bizada hozirgi birinchi holatimiz yangi. Demak, ariza yaratilgani va yuborilganini bildiradi. Xo'p, keyingisi jarayonda bo'lishi mumkin. Demak, jarayonda so'zi bu arizani mas'ul tashkilot tomonidan ko'rib chiqilayotganini bildiradi. Ya'ni o'rganiladi ariza. Xo'p, undan keyin tayyorlandi. Xo'p, demak, tayyorlandi. Bizda mana yashil holatda bo'ladi. Xo'p, demak, bu qabul qilinganini bildiradi. Demak, qabul qilingan bo'lsa, bizda mana yashil bo'ladi va tayyorlandi bo'ladi. Va imtihon uchun bizga so'rov yuboriladi. Imtihon kunidan 3 kun oldin bizga xabar keladi. Xo'p, undan keyingisi bizda qizil bilan rad etildi deyilishi mumkin. Demak, qandaydir muammo bo'lishi mumkin hujjatlarda yoki boshqa narsada muammo bo'lsa, demak, bizda arizamiz rad etiladi. Xo'p, undan keyingisi bekor qilindi. Xo'p, demak, buni sababi yozilgan. Xo'p, undan keyin qayta yuborildi. Qoralama, ikkinchi ariza kutilmoqda. Demak, bular keyingi holatlar. Xo'p, undan keyingisi to'lov jarayonida bor ekan. Demak, bu to'lovni amalga oshirmagan bo'lsak, demak, bizda to'lov jarayonida degan ma'lumotimiz turadi. Demak, hozir bizda yangida turibdi. Demak, arizamiz yaratildi va yuborildi. Endi keyingi holat bizda demak jarayonda bo'ladi va albatta barcha hujjatlarimiz to'g'ri chiqsa, bizda tayyorlandi, ya'ni yashil holatga o'tadi va imtihon uchun ruxsat beriladi. Yoki agar muammo bo'ladigan bo'lsa, rad etilishi mumkin. Demak, bizda arizamiz mana jarayonda keyingi bosqichga o'tdi. Xo'p, demak, bunda bizning arizamiz qabul qilindi va hozir o'rganib chiqilyapti tashkilot tomonidan. Xo'p, endi buni yana batafsil ko'rish uchun pastga tushamiz. Demak, arizamiz qaysi bosqichda turganligini mana ko'rsatib turadi. Demak, bizda ko'rib chiqish uchun mana jo'natildi va hozir jarayonda bo'limga o'tdi. Xo'p, demak, shu jarayondan qabul qilgandan keyin bizda yo'llanma uchun o'tadi. Keyingi bosqich testga bu yo'llanma beradi. Hozir bizda ko'rib chiqilyapti. Mana arizamiz ko'rib chiqilyapti. Xo'p, demak, qadrli ustozlar, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga a'zo bo'linglar.